Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ajoyib taklif bilan chiqyapman sizlarga. Ajoyib islohotdan 2 xonali kvartiramiz chiqqan. 5 glukhoy kvartiramiz. Hozir obzorni qilamiz. 20 ming, 30 ming AQSh dollari bilan sizlarga chiqarib beramiz shu uyimizni. Marhamat. Bu kirish qismimiz bo'lyapti. Kirish qismimizda chap qo'lda bu yerda sanuzel, bu tomonda esa kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonamiz ham shinamgina, o'zini chiroyligina garderoblari bor. Bu tomonda esa oynasi ham bor. Bez glukhoy. Bu tomonda sanuzelimiz. Sanuzelimiz ham общий. Bu to'rida oshxonamiz. Oshxonada ham hamma jihozlari qo'yilgan. Ariston deysizmi? Kir mashina, muzlatkich, двухконтурный котел, полный паровой отопление. Mehmonxonamiz ham keng shinam. O'zini televizorlari, devorlari полный aboy holatda qilingan, remont qilingan. Shunday olib ijara qo'yaman deysiz ham, har oy daromadingiz bor. 300-400 dollar. Islohotni biladiganlar biladi. Uyimizni kvadrat metri 40 kvadrat metr bo'lyapti. Narxini 59500 deyaptilar. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Kimga qiziqadi bo'lsa, pastdagi telefon raqamiga telefon qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.